O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Mavluda Asalxo'jayeva og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayevaning turmush o'rtog'i musiqachi Davlet Qilichev kecha 26 aprel kuni hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda xonandaning o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. 26 aprel kuni turmush o'rtog'im Davlat Qilichev bu dunyodan ko'z yumdi deb yozib qoldirdi xonanda. Qayd etilishicha, janoza bugun 27 aprel kuni Peshinda Islom ota masjidida o'qiladi. Ma'lumot uchun, Mavluda Asalxo'jayeva institutni tamomlab, yo'llanma asosida Turkmanistonga ishga yuborilgan. U yerda Destan ansamblida tajriba orttirgan va shu yerda bo'lajak turmush o'rtog'ini uchratgan. Xonandaning turmush o'rtog'i bilan ajrashgani haqida mish-mishlar tarqalganda buni Asalxo'jayevaning o'zi rad etib chiqqan edi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.